o'tib ketaman. Bir voqea, bu bo'lgan voqea. Yaqinda eshitib qoldim, juda ta'sirlandim. Kecha yigitlarga ham aytib berdim. Ular ham ko'p foyda oldik deyishdi. Bu yerda aytib bersam ham foydali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu yerda ham uylanmaganlar juda kam bo'lsa kerak, lekin ukalarimiz orasida bor. Qiz chiqaradiganlar, o'g'il uylantiradiganlar ko'pda endi baribir bu yerda. Bir kuni deydi, uylandim deydi. Biri. Uylandim. Meni ota-onam chet elga ketdi. Biz kelin bilan qoldik. Kelinda ota-onasi biz yashayotgan shaharda. Ozgina qarzimiz bor edi, u bahona bo'ldi, bu bahona bo'ldi. Xotinim bilan o'rtamizda nima chiqdi? Tortishuv chiqib qoldi. Men A dedim, u B dedi, men V dedim, u G dedi. Shunday qilib urushib qoldik. Men aytdimki, "Ya sen qanaqa xotinsan? Sen hurmatim yo'qmi? U yo'qmi? Bu yo'qmi?" Janjal bo'ldi. U dedi, u men dedim bu. Oxir aytdiki, ketaman dedi. Men aytdim, "Tur yo'qol." Shuning uchun inson bir narsa gapirayotganda darrov o'ylash kerak. Shuni javobi, mana ishdan ketaman, bor ketaver desa, ishdan ketaman deb baqirayotgan odam rostdan ketkazorsa nima bo'ladi deb o'ylash kerak bo'ldi. Hozirda o'zini ketaman, bor ketaver desa nima bo'ladi? Ketish kerak bo'ladi. Keyin ketish kerak bo'ladi. Yo'q, hazillashib aytdim deyolmaydi. U kelin ham uyga otamga ketaman desa, bu ham tur yo'qoldi degan. Bor ket degan. Aytadi, orada qish payti qor yog'yapti. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin qo'ng'iroq bo'ldi. Qaynonam qo'ng'iroq qilyapti. "Bolam, siz falonchimiz?" "Ha, falonchiman." "Sog'misiz, salomatmisiz?" "Ha." Bizning eshigimiz oldida bir ayol turibdi. Menimcha sizni xotiningiz bo'lsa kerak. Lutfan, xotin sizniki. Olib ketsangiz shuni. Biz uyga kirgizmadik uni. Bordim, mashinada qor. Qizi borlarga hozir yoqmayapti bu gap. Mening o'zimga ham yoqmadi boshida. Qor. Kuyov aytadi, eshikni ochdim, chopib kirdi. Sovqatga uyga olib keldim. Kirib ketdi xonasiga, o'tirdim, yana telefon bo'ldi. Bu safar qaynotam. "O'g'lim, yaxshimisiz, sog'misiz?" "Ha." Endi urushib qolish bo'ladi. Biz ham ko'p bo'lgan yoshligimizda. Qorningiz och bo'lgan bo'lsa kerak. Urushib qolganda kelinlar odatda ovqat tayyorlab bermaydi. O'shaning uchun keling biznikiga. Birga taomlanamiz. Men yana mashinaga o'tirdim, yana qaynotamning uyiga bordim. Qaynonam dasturxon yozdi, o'tirdik va kechki ovqatni yedik. Kechki ovqatdan keyin shirinlik keldi, undan keyin qahva keldi. Bilib turibman nimadir bo'lishini, ammo kutyapman. Bo'ldik hammasi. Va aytdi, "O'g'lim, endi men sizga bir ikkita uchta savolim bor" dedi qaynotam. "So'rang" dedim. "Qizim sha'ningizga tegadigan biror ish qildimi? Oilangizni nomusini saqlamagan joy bo'ldimi? Shunaqa bo'ldimi?" "Yo'q, astag'firulloh, nima bo'lmadi." "Tamom. Uyingizga begona odamni kirgizdimi sizdan so'ramasdan?" "Yo'q, unaqa bo'lmadi." "Sizni molingizni behudaga sarflagan joy bo'ldimi?" "Yo'q, unaqa ham bo'lmadi." "Menga qara bolam. Agar unaqa bo'lgan bo'lsa, erkak bo'lasan-da, xotiningga ega chiqasan, tamommi? Ko'chaga ha deganda haydab solavermaysan. Xotin bo'lgandan keyin ozgina araz qiladi, aqli yo'q boshqa qiladi, jahl qilishi mumkin. Nomusingga tegmagan bo'lsa, molingni behuda ketkizgan bo'lmasa, uyingga xiyonat qilgan bo'lmasa, boshqa bir shaklda sen uni ko'chaga hayda olmaysan" degan ekan. Bugun aytadi, 27 yildan beri turmush qildik. Har doim uyda bir to'polon chiqqanda shu 3 ta narsani so'radim o'zimdan. Shu uchovini qildimmi, qilmadim? Yo'q, qilmadim. Tamom. Inson ya xato qiladi. Tuzni ko'proq solib qo'yishi mumkin. Kiyimni dazmol qilmasligi mumkin. Dazmol qilishni bilmasligi ham mumkin. Balki go'zalmasdir. Inson go'zal bo'lmasligi ham mumkin. Hamma go'zal bo'lishi shart deyilgan emas. Bu hayotda go'zal bo'lmagan odamlar ham bor, lekin ularning qalbida go'zallik bo'lishi mumkin. Kecha oldik,
Bugun ko'zimizga yoqmaydi. Tuz solsa ham janjaldan boshlanadi otasinikiga. 3 ta narsa. Bu 3 ta narsani har doim so'rashga majbur qilamiz. O'g'illarimizni va qizlarimizdan bu 3 ta narsani himoya qilishni iltimos qilamiz. Shunda go'zal bo'ladi. Shu nimadir